O'lmaysizlarmi sizlar? Sizni emotsiyangizni qo'zg'ab turin, keyin sotuv qilishlik mumkin emas. O'ziga kelsin, keyin u hal qilsin. Yuksalish liderlar akademiyasi 21+ loyihasi. Hech prosta shuni oladi olmaydi. Bitta narsa, sizga 14 kun bekorga berilmadi. Tushundingizmi? Sizni emotsiyangizni qo'zg'ab turin, keyin sotuv qilishlik mumkin emas. 14 kun tayyorgarlik darsi siz yo qo'shilaman yo qo'shilmayman deb aniq o'zingizga qaror qabul qilib olishligingiz uchun. Shuning uchun 14 kun berildi. Mana ko'pchilik sovib qoladi, sotuvda shunaqa qoidalar bor-da. Bir kun uxlasa sotuv o'qiladi, tezroq sotish kerak, unaqa qilib tiqish kerak. Eng iflos sotuv mana shu bo'ladi. Tushundingizmi? O'lmaysizlarmi sizlar? Nimaga birovning emotsiyasini qo'zg'ab turin, mana euforiyaga bertirib, plyus minusini o'chirib turing, sotuv qilyapsan? O'lmaysanmi, nomard? Shuning uchun saxodadan qo'rqinglar. Shunaqa sotuv qilayotganlar. Plyus minusni boshida manipulyatsiya alifbosida tushuntirdimi? Plyus minusni o'chirib qo'yib turib sotuvni qiladi-da ular. Bo'ldi. Nechtamiz shunaqa bo'lib tushib qolganmiz? Nechtamiz tushganmiz bunaqa holatda? Duxlab ham qo'ya bilasizlarmi? Duxlaydi. Biz vaqtimizni oldingiz, ro'yxatdan o'tib qo'ygansiz, endi o'qishingiz kerak. Boshqa maylimi, men xohlamayman dedi. Agar olgan taqdiringizda ham sizga 14 kun vaqt berdik. Yoki xato bo'lsa ayting. Nomard xato gapiryapsan deb. 2 hafta berildimi? Siz hech kim majburlagan yo'q. Sotuv qilsang halol sot. Euforiyaga beriltirib, uni sovutib, muzlasin, u isisin, u sotuvchilarning gaplari bo'yicha-da. Akalar, o'ziga kelsin, keyin u hal qilsin.